Bismillahirrohmanirrohim. 10 ta mashinani qanaqa qo'yib yuboramiz? Aralashiga, o'g'lim. Arzoniga qo'yib yuboramiz, bo'lsa xalqqa bo'lsa. Arzon qilib bosib yubor, o'g'lim. Xo'p, bo'ladi. Bu XL dan boshlaymiz. 2023-yil 21 ming kilometr yurgan kraskalari top-toza 29 mingga berib yuboramiz. Honda Cryder 2023 31 ming kilometr yurgan propan gazlari bilan 10.400 ga berib yuboramiz. Onyx 6-pozitsiyasi Premier Plus 2024-yil 47 ming kilometr yurgan 12.700 ga berib yuboramiz. Cobalt 2024-yil 47 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan 10.800 ga beramiz. Yana bitta Cobaltimizni 2020-yil 272 ming kilometr yurgan 7300. Sparkimiz avtomat korobka 2021-yil 86 ming kilometr yurgan 7300 ga beramiz. Yana bitta Sparkimizni mexanika 2015-yil 430 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan 4300 ga beramiz. Spark 2021-yil 73 ming kilometr yurgan propan gazlari bilan 8 mingga berib yuboramiz. Lada Largus 2019-yil 23 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan 7 mingga berib yuboramiz. Mashinalarni bank qarzdorligi bo'lsa, olib kelsanglar bank qarzdorligini ham yopib sotib olamiz. Telegram, YouTube, Facebook kanalimizda mana shu turgan hamma mashinalarning ichlari bilan obzor qilib qo'ygan videolarimiz bor. Kirib, ko'rib, ma'lumot olsanglar bo'ladi. Nima deymiz? Bosamiz. Mustang Avto barchasida mukammaldir.